Assalomu alaykum hammaga azizlarim. Ismim Murodjon, familiyam Yerovatov. 7 yildan beri Janubiy Koreyada yashayman. 2015-yilda ilk marta YouTube'ni boshlaganman. Bugun sizlar bilan qanaq qilib sun'iy intellekt orqali YouTube'ga kontent qilib daromad qilish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Men bitta nishani, hozir trendda bo'lgan, ko'p ko'rishlar olayotgan va yaxshigina pul topayotgan nishani juda ham oson qanday qilib videolar tayyorlanishdan to yakuniy qismgacha qanday bo'lishini tayyorlab ko'rsatib beraman. Hamma promptlarni ham beraman, hamma guidelar, qaysi saytlardan foydalanishni hammasini beraman. Xo'p, bugun shularni ko'rib chiqamiz. Darslikni boshlashdan avval o'zim haqimda qisqacha aytib o'taman. Boya aytganimdek, men ilk marta YouTube'ni 2015-yilda boshlaganman, lekin ayrim sabablarga ko'ra O'rta Osiyo hududida AdSense o'chgan, bilasizlar, monetizatsiya qilinmaydi. O'rta Osiyo davlatlaridan qilinayotgan kontentlar. Va men 2019-yil Janubiy Koreyaga kelganman o'qish vizasi bo'yicha. Shu bo'yicha o'qishlar, boshqa ishlar bo'lib YouTube orada ozroq qolib ketgan. Lekin meni asosiy mutaxassisligim generativ sun'iy intellekt. Ya'ni sun'iy intellekt sohasi bo'yicha top ekspertman. Haqiqatan ro'yxatdan o'tgan, verification bo'lgan. Men haqimda ChatGPT'da, Gemini'da, Google'da ham ma'lumotlar bor. Izlab topib ko'rishlaringiz mumkin. Xullas shunaqa. Men даже Koreyada endi sun'iy intellekt chiqyapti ekan, bunaqa video generatsiya qilsa bo'lar ekan degan narsalar chiqishni boshlagandan o'rganish boshlaganman. Va 4 yildan oshiq mobaynida sun'iy intellektni o'zi bilan shug'ullanganman. O'zim asli 2012-yildan beri media sohasida ishlayman. Montaj, video edit, juda ko'p narsalar bilan shug'ullanganman. Xullas shunaqa, bitta qisqa ma'lumot aytib o'tib ketmoqchiman. O'zbekistonga generativ sun'iy intellekt sohasi kirib borganiga eng ko'pi bilan 1 yil bo'ldi. Kamrog'ida 6 oy. Kimdir oldilaringizga chiqib, men 2 yillik ekspertman deyotgan bo'lsa, ishonavering, bu narsa yolg'on. Juda katta fakt bilan yolg'on. Bu narsani keltirib bera olmaydi. Chunki o'z generativ sun'iy intellekt sohasi O'zbekistonga kirib borganiga hali 1 yil bo'lgani yo'q. Men bu narsalar 2025-yil 26-dekabr kuni aytyapman. Prezident farmoni qachon chiqqanini ham tekshirib ko'rishlaringiz mumkin. Xullas shunaqa, nima demoqchiman, O'zbekistonda mashinniklar ko'payib ketgan. Men sun'iy intellekt sohasida 7 yillik tajribam bor. Bir nima o'zi aslida bilmaydi, qachon birinchi generativ sun'iy intellekt chiqqanini va qachondan beri media sohasiga qo'shilganini bilmaydi. Ular haqida fact checking qilib ko'rsangizlar, na internetda, na boshqa joyda hech qanday ma'lumot ham yo'q. Ko'p obunachisi bor degani u ro'yxatdan o'tgan yoki professional ekspert degani emas, shu narsani bilingizlar. Va endi men ham bitta narsa aytmoqchiman. Meni shogirdlarim nafaqat O'zbekistonda, esinggi davlatlar ichida ham top ekspertlar hisoblanadi. Shogirdlarim haqida gapiryapman. Shogirdlarim ichida даже O'zbekiston televideniyasiga multfilm qilib berganlar, katta blogerlar bilan rasman ishlaganlar ham bor. Va meni shogirdlarim hozir odamlarni bir dona rasmidan kino qilish darajasiga yetib kelgan. Ancha bo'lgan bu narsalarga, biz bu narsalar ko'p ko'rsatganmiz. Nasib bo'lsa yana yaqindan tanishsak bu narsalarga to'xtalamiz, ko'rsatib beraman. Hozirgi kunda o'quvchilarim multfilm, franshizalar, animelar, kinolar yaratish bo'yicha top hisoblanadi. Va O'zbekistondagi deyarli barcha sun'iy intellekt bo'yicha kontent qilayotganlar men rasman bo'lmasa ham shogirdim hisoblanadi. Ya'ni mendan ancha keyin boshlagan, men 4 yildan oshiq boshlaganimga 6 oy, 1 yil bo'lgan bolalar hammasi. Ya'ni sun'iy intellekt, generativ sun'iy intellekt bo'yicha hali hammasi yangi demoqchiman. Xo'p, mavzudan chetlashmaymiz. Bugun men sizlarga qanaqa qilib sun'iy intellekt orqali oddiygina ko'p vaqt sarflamasdan short yo'nalishda YouTube'ga kontent qilishdi va uni tayyorlash jarayoni noldan route map shaklida, ya'ni yo'l xaritasi bilan ketma-ketligi bo'yicha qanday qilishigacha ko'rsatib beraman. Va bu videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin sizlarga qaysi promptlardan foydalandim, qaysi saytlardan foydalandim, hammasini fayl shaklida tashlab beraman, tekst shaklida tashlab beraman, programmalarga tashlab beraman. Foydalanishingiz mumkin bo'ladi, qilishlaringiz mumkin bo'ladi, bemalol qila olasizlar. Shunaqa. Hozir darsni boshlaymiz. Qaranglar, birinchi o'rinda men ko'rsatmoqchi bo'lgan kanalim bu The Design, ya'ni The Design degan bo'ladi. Mana shu kanal hozir sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan yo'nalishim shunga asoslangan, shunga o'xshash. Tushunishingiz uchun qaranglar, bu kanal shorts qiladi va shortslar mana populyarnisiga qo'yaman. Mashhur videolar eng ko'p prosmotr olgan 7.16 3 million o'rtacha videolar juda ko'p, mana millionlab prosmotr yig'gan. Va videolar ko'rsangizlar juda ham oson va oddiy. Mana qo'yib beraman, ko'rasizlar. Mana oddiy
rasm qilingan va o'shani o'ngdan chapga qilyapti xolos. Hamma videosi shunaqa mana. Tugayapti o'zi videosi 10 sekundgina millionlab prosmotr yig'ib o'tibdi va bu buni orqasidan yaxshigina pul topyapti. Bilsangizlar kerak, YouTube'da shorts yo'nalishiga o'rtacha har million prosmotr uchun, ko'rishlar soni uchun eng kamida $70 dan $250 gacha beradi. Bu auditoriyaning qayerda joylashganligi, nisha va balobatlarga bog'liq. Umuman olganda shunaqa. O'rtacha hisob kitoblarni chiqaraverasizlar. Kuniga bittadan video qilsangizlar ham bir oyda normalniy pul qilsa bo'ladi. $500-1000 atrofida. Mana ko'ryapsizlar, juda ham oson, juda ham oddiy qilgan videolarini. Mana men mana shu o'qigan ishlarni professionalroq ko'rinishini tarzda ko'rsatib bermoqchiman. Misol uchun mana buni qarayapsizlar. Biz ham uni qilamiz. Avval uyni oddiy holatini, ya'ni remont qilinmagan holatini ko'rsatamiz. Keyin u remont qilinsa qanday bo'lar edi? Misol uchun mana bunaqa kadr. Va undan keyin yoki fasonni almashtirsa yoki umuman ko'rinishini o'zgartirsak qanaqa bo'lardi, dizaynni o'zgartirsak qanaqa bo'lardi degan nishani bu qismi, boshlanish qismi xolos bu. Men shuni taxminan 30 sekundlik yoki 1 minutlikga qanaqa qilinishini, ichki qonunlarni ham qilishini ko'rsatib bermoqchiman. Hammasi absolut tekin saytlar orqali qilamiz. Xo'p, ishni boshlaymiz. Qaranglar, bu ham kerak emas bizga. Yangi mana ochib olamiz, oyna ochib olamiz. Men mana bu anagini tashib beraman sizlarga faylni. Xo'p, bu yerda mana kerakli saytlar deb yozilgan turibdi. Birinchi bizga eng kerak narsa bu Google AI Studio. Google AI Studio bu nima? Google AI Studio orqali rasm generatsiya qilish mumkin. Ovoz generatsiya qilish mumkin. Ovoz generatsiya qilganda ham qanaqadir robotga o'xshagan emas, aynan intonatsiyalar qo'shib, emotsiyalar qo'shib, kulgu, qo'rquv, his-hayajon, pichirlash, har qanday narsani qo'shib generatsiya qilish mumkin. Bu bugungi mavzuimiz deyarli kerak bo'lmaydi, prosta ma'lumot o'rnida aytib o'tyapman. Keyin rasm generatsiya qilish mumkin, video generatsiya qilish mumkin. Xo'p, xullas ko'plab qobiliyatlari bor. Biz bugun bu saytning asosan rasm generatsiya qilish uchun ishlatamiz. Chunki bu tekin va limitsiz. Xo'p, men sizlarga mana bu link tashlab qo'ygan bo'laman. To'g'ridan to'g'ri copyright qilib, mana copy qilib, copyright qilib olib, mana nusxalash, Chrome'laringga, Google Chrome'laringga tashlab, save qilib otsanglar ham to'g'ridan to'g'ri hamma narsa sozlanib ochiladi. O'sha nano banana qo'yilib, balobatlar hamma narsasi to'g'rilab ochiladi. Men bir marta to'liq kirib olishni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Qaranglar. Google AI Studio deb izlaymiz. Mana chiqadi o'ng tarafda Google Search'dan. Mana Google AI Studio kira olamiz. Bu kerak emas bizga. Mana kirdi Google AI Studioga. Endi qaranglar, to'g'rilash kerak bo'lgan narsasi bor. Bu yerda mana home page bu ochiladi aslida. Mana home page'da men yozib qo'yibdi, qaranglar. Try Gemini 3 Flash, Create with Veo 3.1, ya'ni 3.1da, ya'ni Explore Nano Banana Pro, ya'ni rasm yaratish va ovoz yaratish. Mana bizga aynan mana bu bo'lim kerak bo'ladi. Mana tanlab olamiz. Faqat bu yerda to'g'rilaydigan joyi bor. E'tibor qaranglar. Xo'p, to'g'rilaydigan joyi mana bu tepada mana Nano Banana Pro degan joyi turibdi. Shuni bossangizlar yozib qo'yibdi, paid, ya'ni sotiladi degani bu. Biz buni ishlatmasligimiz kerak. Imaging bo'limi bor, mana images. Shu bo'lim tanlab, bu yerda mana Nano Bananani tanlab qo'yamiz biz. Bu tekin. Xohlaganimizcha limitsiz ishlatsak bo'ladi. Men sizlar uchun hamma promptlar tayyorlab qo'yganman. Mana ishda birinchi o'rinda eng qiyin qismidan, ya'ni uyda tashqi ko'rinishi va ichki fasadini yaratishdan boshlaymiz. Tashqi ko'rinishi va uni fasad qanday montaj qilinishidan boshlaymiz. Eng qiyin joyi shu. Qolgan qismlari ikkita knopka bilan amalga oshiriladi. Uni ko'rsataman. Hozir birinchi o'rinda qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu uyda tashqi ko'rinishni yarata olish. Mana men prompt tashab qo'yganman. Uyda tashqi ko'rinishini mana qarayapsiz. Option 1, ya'ni option 1 deb yozilgan turibdi mana. Ana shu joydan mana prompt degan joyi bor mana. Prompt degan joyi bor. Ana shu prompt olasizlar, copyright qilib olasizlar, nusxalash, mana bu yerga kiritib tashlaysizlar. Jo'natishdan avval, generatsiya buyurishdan avval to'g'rilayotgan joylari qarang. Accept ratio, ya'ni bu rasmimizni yaratmoqchi bo'lgan rasmimizni formati. Tanlab olamiz 9 ga 16. Biz shorts qilmoqchimiz. Buni tikka formatda bo'lgani uchun 9 ga 16 ni tanlab qo'yamiz. Qolgan hech narsasini o'zgartirish shart emas. Hamma narsa qolsin o'z o'rnida. Va mana bu yerda run control turibdi-ku, o'shani bitta bosamiz, generatsiya qilish boshlanadi. Juda tez generatsiya qiladi. Mana hozir Nano Bananani tanlab qo'ydik. Mana yaratish boshlab va yaratdi. Necha sekund vaqt ketdi? Hozir yozasiz ketgan vaqtini. Deyarli ana 6.6 sekund. Juda tez ishlaydi, tekin ham. Qaranglar, biz nima qildik? Biz uyimizni tashqi ko'rinishini, tashqi tarafini remont qilinmagan variantini yarata oldik. Endi qaranglar nima qilamiz? Xo'p, bu yerda ham qolgan rasmlar ham o'sha tashqi ko'rinish uchun endi bular kerakmi? Tashqi ko'rinishni yarata olganligimiz uchun pastga tushsak, sal pastroqqa. Uyning yakuniy remont qilingan rasmi uchun prompt degan joyi bor.
Qaranglar, tushuntiraman nima qilish kerak. Biz birinchi o'rinda bu rasmni yuklab olamiz. Mana yuklash knopkasini bosib, mana yuklab olish knopkasini bosib yuklab oldik. Mana plusni bosamiz, pastda plus turibdi, ko'rdinglarmi? Bosamiz. Mana upload a file degan joyi turibdi. O'shani bosamiz va загрузки bo'limiga o'tsak, hozir yuklangan rasmimiz turibdi mana. 2 marta bosib kirgizib olamiz bu yerga. Endi qaranglar nima deyapman. Mana bu yerda uyning yakuniy remont qilingan rasmini yaratish uchun prompt deganman. Mana belgilab olasizlar, mana. Belgilab copyright qilib olasizlar va bu yerga tashlaysizlar. Buni jo'natib yormaymiz, qaranglar. Shift enter 2 marta joy tashlab olamiz. Pastda mana boya sizlarga videoda ko'rsatganimdek, pastda men rang qo'shganman. Ya'ni u stil yaratib qo'yganman tayyor sizlarga. Oq rangli edit qilish, jigar rang edit qilish, kul rang edit qilish, qora premium rangli edit qilish. Endi sizlarga qaysi rang kerak bo'lsa, o'sha rang bilan generatsiya qilasizlar. Xohlasanglar ChatGPT ga rangini o'zgartirib bersangiz, o'zgartirib beraveradi. Yana bitta 4 ta rang tashlab qo'yganman. Misol uchun qarang, oq rang tanlaymiz mana. Copyright qilib olamiz. O'sha Ctrl klaviaturadan bajaryapman. Ctrl K, Ctrl V bilasizlar, oddiy narsa, hamma bilan narsa. Mana bu yerga maniki o'shani tashlayman pastiga. Ya'ni uyimizning rangini tashlayman. Endi qaranglar, biz ham rasm yuklab oldik. Plus orqali kiritdik. Tepaga uyda bitgan holatini yaratib berdik, kiritdik va pastiga rang kiritdik. Va endi nima qilamiz? Generatsiya qilishga buyuramiz. Mana bu narsalar hamma joyi o'z holatida turaveradi, o'zgarib ketmaydi. Buyuramiz. Hozir generatsiya ketyapti. Mana generatsiya qilish boshlandi. 10 sekund, 15 sekund juda ham tez ishlaydi, ham tekin. Juda ham zo'r. Kutib turasizlar, mana yaratildi qaranglar. Xuddi shu uy, mana, xuddi shu uy, faqat bu yerda o'sha remont qilingan tayyor holatida turibdi, mana. Remont qilingan tayyor holatida turibdi. Mana bu oq rangdagisi. Nima qilamiz? Buni yuklab olamiz, mana. Yuklab olamiz, tekshirib ko'ramiz. Mana uyimiz rasmi tayyor. Hozir qaranglar, sal xira turibdi, ko'ryapsizlarmi? Keyinroq buni videoga aylantirishdan avval men sizlarga qanday qilib tiniqlashtirish mumkinligini ham tushuntirib beraman. U uchun ham programma bor, hamma narsa bor. Ularni ham tashlab beraman. Endi nima qilamiz qaranglar. Xo'p, mana bu prompt qayta copyright qilib olamiz. Yana shu joydan o'sha uyni tayyor variantini qilishdi. Eski uyimizda rasmini kiritib olamiz. Mana yana bu yerdan qo'shib prompt tashlaymiz. Faqat bu safar nima qilamiz? Oxiriga qadar oq uydagi oq kiritgandek oq rangdagi. Endi boshqa rang ishlatib ko'ramiz. Misol uchun kul rang yoki qora rang. Mana menga qora rang ko'proq yoqadi, chunki premium rang haqiqatan zo'r chiqqan. Mana qora rang dark modern facade bo'lsin deyapti. O'shani kiritamiz va yana generatsiya qilishga buyuramiz. Qaranglar. Uyda rasmini kiritib olish esdan chiqmas. Mana uyda rasmini kiritib olyapsiz. Plusni bosib, upload image qilib, mana uyda eski o'sha birinchi yaratgan remont bo'lmagan holatini kiritib olish esdan chiqmas. Xo'p, birinchi mana kiritdi, mana paydo bo'ldi, prompt kirgizdik, rangni kirgizdik, generatsiya qilishga buyuramiz. Boshiga 2-3 xil rangni qilib yaratib olsak, keyin video montaj qilishda juda ham chiroyli chiqadi, bilinglar shu narsani. Ko'p vaqt ketmaydi. Eng qiyin joyi shu, tasavvur qilyapsizlar, eng qiyin joyi shu. Keyin men sizlarga oson joylarini ko'rsataman. Mana xuddi o'sha uy, xuddi o'sha narsa, faqat mana bunaqa qanaqadir premium darajadagi qora rangli edit bo'lib chiqdi. Kim qanaqa rang yoqtirsa, men turli xil rang tashab qo'yganman. Xohlagan rangini qilishi mumkin. Biz bu narsani yuklab olamiz. Qaranglar, mana hamma narsani yuklab oldik. Endi nima qilamiz? Endi sizlarga upscale degan programma kerak bo'ladi. Men uni ham tashab beraman sizlarga. Mana ekranga sizlar uchun fayllarni ajratib qo'yganman. Bu Telegram kanalda joylashgan bo'ladi. Upscale da o'rnatib bo'lganman. Men enterda o'sha kirib ichiga next deb bosib o'rnataverasizlar. Programma o'rnatish hamma biladi. Hech qanaqa bir murakkab joyi yo'q. Ustanavit bosib o'rnataverasizlar. Men o'rnatib bo'lganman. Qisqa e'lonlar, mana bu fayllarni qaydan olamiz degan savol qolsa-da, promptlar, mana bu PDF fayl, balobatlar, upscale programmasi qayerdan olamiz desanglar, meni Telegram kanalimdan olasizlar. Bu qisqacha e'lon sizlarga. Mana Telegramga kirib, MTRK bilan Murodjon Ermamatov pastki chiziqcha kanal deb yozsanglar, men kanalim chiqadi. Mana MTRKsini ko'rsatib qo'yaman. 2780 ta odam bor ekan hozir. Juda kamayib ketgan, chunki 2 oy deyarli aktiv bo'lmaganmiz. Mana linki, ammo QR kod orqali skrin qilib kirsanglar ham bo'ladi. Kattalashtirib ko'rsam, mana shu QR kod skrin qilib ham kirib olsanglar bo'ladi. Yoki o'sha nomini yozib kirsanglar bo'ladi. Bioga ham yozib qo'yaman, o'sha description bo'limiga. Hamma narsalar Telegram kanaliga tashlangan bo'ladi. Hammaga rahmat. Mana upscale degan programma turibdi. Ochib oldim, qaranglar. Buni vazifasi nima? Buni vazifasi xira bo'lib qolgan rasmlarni tiniqlashtirib berishda ishlatamiz biz buni, qarang. Birinchi qilayotgan joyimiz mana select image deb bosamiz. Mana bizda 3 ta rasm chiqqan, ya'ni o'sha rasmlarimiz mana ochib ko'rsataman, qarang. Biroz xira, to'g'rimi? Bijir xiraroq.
Endi nima qilamiz? 2 marta bosib rasm kirgizib olamiz. Kirgizib oldik. Mana select image da bosdik. Kerakli rasm bosdik, kirdi. Endi qaranglar. Mana bu yerda belgilayotgan joyi bor. Step bu yerda meniki upscale standartda turaversin. Standartga qo'yib qo'yaveringlar. Fit output folder. Ya'ni rasmimiz qayerga chiqish kerak? Qayerda rasmimiz paydo bo'lsin? Shuni belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana рабочий stoldan misol uchun yangi bitta papka ochsanglar ham bo'ladi. Papka ochmayman. Uy remonti nishasi deb qo'yamiz. Nishasi deb papka ochib qo'yamiz va kirib qo'yamiz. Weaver papkani bosib qo'ysak, upscale'lamiz ishiga tushadi. Mana bu to'rtta turaversin. 4x da, ya'ni to'r barobar tiniqlashtirishda. Upscale da bosamiz, juda tez. 5 sekund va 10 sekund. 5 sekund, 10 sekund. 5 sekunddan qilib tashlaydi mana. Tayyor, qilib bo'ldi. Va rasmimiz mana generatsiya qildi, ya'ni tiniqlashtirdi. Hozir men sizlarga chiqqan faylni ko'rsataman mana. Hop, ekrandan, рабочий stoldan biza hop, uy nishada papka ochdik. Hop, uy remonti nishasi mana qarang. Rasm ochib ko'rsam. Mana qaranglar, bijir-bijirlar yo'qoldi. Ko'rdinglarmi? Rasm qancha kattalashtirsam ham hech qanaqa bijir-bijiri yo'q mana. Hozir eski rasmini solishtirib ko'rsataman sizlarga. Mana biz hozir upscale qilganimiz, ya'ni tiniqlashtirganimiz, mana bu u rasm edi, kechirasizlar. Mana bu rasm o'sha eski rasm edi. Mana qaranglar. Mana qanaqa bijir-bijir, mana biz tiniqlashtirganmiz mana. Solishtirishlaring uchun. Shunaqa, ya'ni tur barobargacha tiniqlashtirib yuboradi, boshqa tiniq chiqadi. Hamma rasmlarda o'sha generatsiya qilgan rasmlarni select image qilib, mana ikkinchi rasmni ham o'sha fit output weaver papka qilib qo'yamiz. Upscale qilamiz 5 sekund. Ko'p vaqt ketmaydi, 5 sekund vaqt ketadi. 5 sekundda generatsiya bo'ladi. Keyingisi mana tayyor bo'ldi. Mana. Yaxshi bu yoqqa surib ko'rsangiz o'zi bilinadi. Mana daraxtlar ham hamma narsa. Bitta tekshiraveramiz, chiqqanmi yo'qmi haqiqatdan. Chunki boshqa joyga chiqarib yuborish mumkin adashib, mana chiqqan va oxirgi rasm select image o'sha qora holatda weaver papka qo'yamiz va upscaling. Bo'ldi. Ya'ni bizda uyda o'sha kirish qismi birinchi variant tayyor bo'ldi. Xo'p, mana tayyor bo'ldi. Endi bu programmamizga kerak emas hozircha. Mana upscale qilinganini ko'rib chiqamiz, qarang, rasmni kattalashtirib. Xo'p, mana ko'rishlaring mumkin. Qanchalik tiniqlashgan, qanchalik zo'r bo'lgan, mana qanchalik tiniq bo'lib ketgan ko'rishlaring mumkin. Xullas zo'r. Endi biz nima qildik? Rasmlarni upscale qilib bo'ldik. Rasmlarni tiniqlashtirib oldik. Endi biz mana bu qismini yarata olamiz. Ya'ni o'sha boshlang'ich qismimiz bor edi-ku, загрузки bo'limida sizlarga video qo'yib ko'rsatganim boshda mana bu videoni, ya'ni uyda transformatsiya bo'lish qismi bor edi, shuni yaratamiz. Shuni yarata olamiz. Mana shunaqa qilib yarata olamiz. Hozirlarni birgalikda yaratamiz uni ham. Unga ko'p vaqt ketmaydi. Juda ham oson, qaranglar. Endi bizga kerak bo'layotgan ikkinchi sayt bu TempMail sayti. TempMail sayti nima? TempMail bu vaqtinchalik email yaratish uchun kerak bo'layotgan sayt. Buni nima uchun kerakligini tushuntirib beraman. Hozir qaranglar. Bu yerdan mana linkini copyright qilib olib, ya'ni copyright qilib olib tashlab ochsanglar ham bo'ladi. Mana bunaqa ochiladi yoki o'sha Google Chrome'da search bo'limiga TempMail deb yozsanglar ham chiqadi. Mana ochildi. Bu narsa bizga mana bunaqa vaqtinchalik email ochish uchun kerak. Undan keyingi kerak bo'layotgan sayt bu Video AI. Bu video generatsiya qilayotgan sayt. Bunda ham mana linkini tashlab qo'ygan bo'laman. Yangi fayl ochib, to'g'ridan-to'g'ri kirsanglar bo'ladi. Mana shunaqa ochiladi. Faqat bitta narsani tushuntirib qo'ying. O'zbekistonda Video AI sayti ishlamasligi mumkin. VPN bilan ishlash mumkin. Shunga mana qaranglar, men pastda juda ko'p Chrome brauzerlarim bor. Mana ikkita brauzer ochib olasizlar. Mana ikkita brauzer ochib olasizlar. Bittasida o'sha TempMailni ochib olasizlar. Nima uchun ikkita qilish kerak? Chunki TempMail sayti VPN siz ishlaydi. VPN bo'lsa ishlamay qoladi. Shu uchun ikkita Chrome ochib oldik. Mana qaranglar, bittasi TempMail ochib turibdi. Ikkinchisiga biz VPN o'rnatib olamiz. Menda VPN o'rnatilgan. Sizlarga men o'rnatib ko'rsaman, qaranglar. User VPN kerak bo'ladi. Men buni tayyorlab qo'yganman mana linkini. Prosta copyright qilib, mana Google Chrome'laringga tashlasanglar chiqadi, paydo bo'ladi to'g'ridan-to'g'ri. Aslida mana buni kiriladi. Agar kirish ko'rmoqchi bo'lsanglar, o'rgan bilib olmoqchi bo'lsanglar, mana Chrome'da yangi brauzer ochsanglar, mana tablitsa bo'limi bor, mana Google Apps bo'limi. Shundan pastga tushsanglar, mana Chrome Web Store degan joyi bor. Chrome Web Store kiramiz. Mana USA VPN deb yozamiz. Mana chiqadi USA VPN. Betib kirib borsak ham bo'ladi. Bunaqa kirib yoki men tashlagan link orqali xuddi shuni ochib olish mumkin. Masala nimada? Shuni o'rnatib olishimiz kerak. Birinchi shunchaki ishlatib ko'ringlar videoni. Shunchaki kirib, o'rnatib ochib, registratsiyadan o'tib ko'ringlar. Agar o'xshamasa, men oldindan VPN ochib olasizlar.
at Chrome'ni bosamiz, at extension'ni bosamiz, kutib turamiz, juda tez yuklab oladi. Mana yuklab oladi, mana bu yerda paydo bo'ladi. Mana extension bo'limida, extension bo'limi mana bu. O'shani bitta bosamiz, mana bizda VPN user degani bor. VPN userni tepaga qadab qo'yamiz. India VPN kerak emas. Mana chiqdi. Bir bosamiz, xo'p, agree and continue, connected VPN. Bo'ldi. Mana yondi, ya'ni VPN'imiz ishga tushdi. Endi nima qilamiz? Video EI deb izlaymiz. Video EI birinchiga chiqadi, mana bu logotipi. Eslab qo'yinglar. Va saytda menga tashlab qo'ygan bu orqali kirsanglar ham bo'ladi. Mana poprovod video degan joyi bor tepada. Bosamiz va bizada generatsiya kechirasizlar. Bizada registratsiya o'tayotgan bo'limga o'tadi. Menda VPN siz ham ishlaydi. VPN yoqqan uchun sekinroq ishlayapti. Mana VoIP knopkasini bosib olamiz va mana bu yerda mana продолжить из электронной почты degan joyi bor. Mana ko'ryapsizlar. Shuni bosib olamiz va bizga endi nima kerak bo'ladi? O'sha temp mail kerak bo'ladi. Your temporary email address deyapti. Sizning vaqtinchalik email adresingiz deyapti. Mana bu yerda copyright knopkasi bor. Bosamiz. Mana copyright bo'ldi. Endi nima qilamiz? Mana bu yerga adres elektronniy pochta degan joyga tashlaymiz va dalilni bosamiz. Kod ketadi. Qaytamiz bunga. Mana buni kutib tursak, mana bu joyga pastki kod keladi hozir. O'sha mana bir hozir your inbox in empty deyapti-ku. Mana ko'rdingizmi? Keldi mana. Video verification code. Bosamiz va buni ichida kod bo'ladi mana. 565 358 bo'ldi. 565 358. Kutib turamiz. Sayt ochiladi. Men aytganimdek VPN qo'shganim uchun shunaqa sekinroq ishlayapti. Xo'p. 565 358. To'g'ri. Mana buni bosib olasizlar. Mana ya согласен balobatlar. Ochildi mana. Ro'yxatdan o'tdik. Endi bizga nima kerak? Bitta saytni yangilab olasizlar. Kirgandan keyin mana update qo'yasizlar va mana bizga kredit berdi. Mana bir nima reklama chiqyapti. Kredit berdi balobatda. Bu yerda bizga изображение va video degan joyi bor mana. Изображение va video. Bosamiz. Qaranglar. Kirganimizdan keyin mana shuna holat ochiladi. Kerak emas, o'rgatadi, reklamalar kerak emas, kredit bosaveringlar. Va mana bu yerda shuna holat ochiladi. Первый degan joyi bor. Ingliz tilida bo'lsa boshqacha yozilishi mumkin. Beginning yoki start page, start begin, o'sha nimadir deb yozilgan bo'lishi mumkin, boshqacha. Start frame deb yozilgan bo'lishi mumkin. Xullas shunaqa. Plusni bosamiz первыйga va biz birinchi rasmimizni generatsiya o'sha рабочий stolda tiniqlashtirgan rasmimizni kirgizib olamiz mana bu. O'sha uyda birinchi holati. Xo'p, qaranglar. Kirgizib olamiz. Ikkinchi kadrga uyimizda ikkinchi oq bo'lgan varianti, o'sha tiniqlashtirilgan rasmimiz va uchinchisiga mana bu qora variantini kirgizib olamiz. Kutib turamiz, загрузка qilib oladi. O'sha aytganim VPN yoqqan uchun sekin ishlayapti. VPN yoqmasa ham tez ishlaydi aslida, chunki bizda VPN siz ishlaydi. Sizlarga prosta VPN bilan ko'rsatib berayotgan sababim, mabodo O'zbekistonda VPN siz ishlamay qolsa, sayt VPN bilan ishlatish kerak bo'lganligi uchun shuni qilyapman. Vaqtlang olmasligi uchun nima qilaman? Qaranglar. Men VPN o'chirib qo'yaman. VPN o'chiraman. Glavniyga bitta chiqib, update qo'raman saytni. Mana videoga kiramandan keyin. Vaqtlang olmasligi uchun, chunki hozir VPN yoqqanligi uchun sekin ishlash uchun sizlar ham VPN ishlatib ko'ringlar bitta. Agar VPN ishlab ketsa, yaxshi. VPN ishlamasa aytganini qilasizlar. Davay mana rasmdan kirgizib olamiz, qaytadan oq, ko'k, qora uylar kirgizib olamiz. Mana tez kirgizyapti endi VPN o'chirganim uchun. Ko'ryapsizlarmi? Chunki VPN tez ishlaydi aslida. Endi qaranglar, bizga Google Translate kerak. Men aslida ishlatmasanglar ham bo'ladi. Prosta oddiy yozish, transformatsiya degan so'z kerak bo'ladi bizga mana. O'zbek mana qaranglar. Prosta yozishni ko'rsatib bermoqchiman sizlarga. Transformatsiya. Transformation deb yoziladi. Transformationniki mana prosta ko'rsatib berdim sizlarga. Qaranglar, tashlaymiz mana prompt yozilayotgan joyiga. Bo'ldi, transformation deb yozdik, bo'ldi. Endi mana nima? Xo'p, qanaqadir texnik nosozlik bo'lib, zapis uzilib qoldi. O'sha menimcha VPN ishlatganimiz uchun shunaqa bo'ldi shekilli. Qaranglar, boshqatdan ko'rsatib beraman. Zapis o'chganini bilmabman men. Boyagi jarayonni qayta ko'rsataman. Video orqali generatsiya qilganimizni qaranglar, mana video deb yoza olamiz. Temp mail. Temp mailga kirib olamiz. Shu ikkosi kerak bizga, chunki shu orqali videoda ro'yxatga o'tamiz. Mana VoIP-ni bosamiz, продолжить из электронной почты va menda elektronniy pochtani olamiz, mana copyright qilib olamiz. Tashiymiz. Bu jarayonni tushunib oldinglar. Aytganimdek bir marta VPN ishlatib ko'ringlar. Shogirdlarim borsa VPN ishlaganlar ham bor.
VPNsiz ishlamasa o'sha VPN o'rnata olasizlar. Uni qiyin narsa emas. Mana oxirgisi 2 yilda qaranglar mana kod 106 309 kod kiritamiz. Все mana ochildi sayt. Bu deyapti, ishlatib bo'lingan deyapti. Mana o'shani qayta ochibmiz, qaranglar. Boyagi videomiz tayyor bo'lgani. O'zimizga qaytadan ochibmiz. Mana videomiz tayyor bo'ldi va generatsiya yurgandik-ku. O'sha videomiz tayyor bo'ldi. Mana oq uyga o'tgani va undan keyin mana qora oxirgi uyga o'tgan holati. Mana transformatsiya videosi tayyor bo'ldi. Mana videoni yuklab olishni bosib yuklab olishimiz mumkin. Va keyingi jarayon xuddi o'sha boya Google Studioda davom etadi. Zaps uzilib qolganligi uchun orada texnik nosozlik bo'lgan, uzilgan. Mana qaranglar, Google Studio birinchisiga chiqadi. Xuddi o'sha holatda ochiladi. Mana image'ni bosamiz. Bu yerda nano banana pro'ni ustiga bosib, nano bananaga o'tkazib qo'yamiz. Expressionni doimgidek yana 9 ga 16. Xo'p, qaranglar. Jarayon mana shu yerda pauza bo'lgan ekan. Men o'shadan qaytadan ko'rsatib ketaman sizlarga. Xonalarni generatsiya qilib olamiz endi. Bizlar videomiz tayyor bo'ldi, birinchi videomiz. Endi xonalarga o'tamiz, qaranglar mana. Oshxona. Har bir xona uchun men 3 tadan prompt yaratganman, 3 xil stilda. Mana qaranglar. Option 1 deb yozilgan va prompt deb yozilganda mana bu yerdan boshlangan mana. Generatsiya qilib ko'ringizlar, qaysi biri sizga yoqsa stil, o'shani qoldirsangizlar bo'ladi. Juda tez generatsiya qilinadi, 5-10 sekundda doimgidek. Mana qaranglar, buyurdik va mana oshxonamiz tayyor bo'ldi, qaranglar. O'zi bizga 5-6 ta xona bor, o'shalarni qilib olamiz asosiy. Mana oshxona tayyor bo'ldi. Aytganimdek, har bir xona uchun meniki prompt option 2, prompt 2, mana option 3, prompt 3. Har biri uchun 3 tadan prompt bor. Xohlaganlaringizni tanlab olasizlar. Qayta-qayta generatsiya qilish mumkin. Kimga qaysi stil yoqsa, o'shani generatsiya qilib olaverasizlar. Mana buni ham generatsiyaga beraman. Misol uchun mana oshxona yoqdi menga, mana yuklashni bosaman, yuklab olaman. Bo'ldi. Mana yuklab oldim. Keyingi xonaga o'tamiz. Misol uchun keyingi xonamiz nima ekan? Keyin mana cho'milish xonasi. Cho'milish xonasini promptdan olasizlar. Kopировать, вставить. Cho'milish xonasi to'g'ri chiqadi, sifatida tekshirilgan. Cho'milish xonasidan keyin bedroom, yotoqxona. Mana yotoqxonani promptini olamiz. Yotoqxonani prompti tashlaymiz. Mana bedroom tayyor bo'ldi, cho'milish xonasi tashlaymiz. Rasmlarimiz bir xil bo'lib qoladi, ko'rsanglar bir xil bo'lmaydi. 2-3 xil stil tashlaganman, hammaniki har xil chiqib ketaveradi, xavotirlanmanglar unisidan. Undan keyingi xonamiz tualet. Tualet ham kerak, nima uchun? Ayirmaga tualetni qanaqa ko'rinishda o'zgarishi qiziq. Tashlaysizlar, mana tualetni ham tualetdan generatsiya qilib olasizlar. Undan keyingisi yosh bolalar xonasi. Kids room, mana kids roomni ham 3 ta variantdan xohlaganlaringizni tanlaysizlar. Prompt tashlaysizlar va generatsiya qilib olasizlar. Mana chiqdi. Tualet ham qanaqa chiroyli chiqdi, qaranglar, bo'sh holati. Generatsiya qilib olaverasizlar keyin. Va oxiriga gaming xona qilganman. Nima uchun gaming xona? Videoni oxirigacha ushlab turish uchun. Kimlardir aynan o'sha gaming xonani ko'raman deb ko'ra oxirigacha qiziqib, mana gaming xonaga 2-3 xil variant bor. Qaysi yoqsa sizlarga, o'sha qaysi versiya yoqsa, o'shani generatsiya qilib olishlaring mumkin bo'ladi. Generatsiya qilasizlar. Agar mabodo rasmlaring bir xil chiqib borayotgan bo'lsa, mana shu promptni ChatGPT ga tashlab, shu promptda 5-6 xil variant yozib bersanglar, yozib beraman, muammosi yo'q. Mana kompyuter xonani ham prompti chiqdi. Bo'sh xonaniki misol uchun. Bu yoqmasa, meniki 2-3 xil variant bor ekan, mana dark deyapti, qorong'uroq versiyasi bor ekan. O'shani generatsiya qilib olsanglar ham bo'ladi. Mana promptlar tugadi. Umuman olganda 6 ta xona. Hozir men sizlarga qolganini tushuntirib beraman. Juda ham oson, juda ham oddiy. Hozir dark xona chiqadi, ko'ramiz sizlarga qanchalik ma'qul keladi. Mana bu chiroyliroq chem. Endi nima qilamiz? Rasmlarimiz ketma-ketligi bo'yicha yuklab olamiz. Birinchi bizda oshxona edi. Oshxonani yuklab olamiz. Bular xato chiqqani uchun bular kerak emas. Keyin mana cho'milish xonasi. Hop, keyin yotoqxona. Mana ustiga bosib buni ham yuklab olamiz. Hop, tualet. Buni ham yuklab olamiz. Bolalar xonasi, buni ham yuklab olamiz va oxirgisi kompyuter xona. Kompyuter xona bunisi yoqdi menga. Gaming xonani, o'yin xonani va mana deyarli biz hamma rasmni tayyorlab oldik, yuklab oldik. Endi nima qilamiz? Endi qilayotgan ishimiz, xohlasak, aytganimdek, men sizlarga vaqtlang olmasligi uchun boya upscale qilish tushuntirdim. Birma-bir o'sha rasmlar tanlab загрузки bo'limidan mana upscale qilib chiqsanglar bo'ladi hammasini. Xonalarni tanlab, o'sha set order folderni tanlab, qayerga chiqishini, mana misol uchun uy remonti nishasini tanlab, Viber papki upscale qilib, bitta upscale qilib chiqsanglar bo'ladi. Men prosta sizlar vaqtlaring olmasligi uchun birdan ish jarayoniga o'tib ketaman, ya'ni yakunlashga. Tez bo'ladi, ko'rdinglar, darrov qilib tashlaydi. Shunaqa qilib chiqsanglar ham bo'ladi. Men vaqtlaring olmasligi uchun u jarayonni qoldirib ketaman va asosiy ishga o'tib ketaman. Ya'ni xonalar tayyorlab chiqish.
yozamiz home. Mana buni ham promptni tashab qo'yganman. Tepada olish ko'rsataman masalan. Oxirgi bizga kerak bo'layotgan uy tashqi hop mana home AI Division. Home AI Division sayti. Hop, mana ko'ramiz. 2-3 xili bor saytlar. Bizga ma'muriyat kerak mana. Home AI Division deb chiqadi. Mana shunaqa. Buni saytini mana anaga kirgizib qo'yaman. Hop, managa 4 nuqta. Hop, uy ichki holatini to'ldirish uchun sayt deymandan keyin pastga saytni tashab qo'yaman. Tashab qo'ydim. Hop, loginni bosamiz. Google orqali davom etishni bosamiz. Akkauntimizni tanlab olamiz. Nima bo'ladi? Kuniga bu ham tekin sayt, kuniga 10 ta kredit beradi. Bizga bemalollikda qanaqa qilib tushuntiraman, juda ham oson. Qaranglar, 10 ta kredit berdi. Daily degani bu har kuni. Oson, qaranglar. Nima qilishimiz kerak? Bu yerda meniki rasmimizni yuklashimiz kerak. Xonani rasmi. Misol uchun bizda mana oshxona. Oshxona xonasi 9x16 rasm taxlab olamiz, 40 olamiz. Pastda meniki bu qanaqa xona deb so'rayapti. Mana bu yerda room type deyapti. Room type bu bizga kitchen, ya'ni oshxona qilib ko'rsatishimiz kerak. Bu yerda stillar bor, bir dunyo stil bor, tanlab ko'rasizlar. Kimga qaysi yoqsa o'shani tanlash mumkin. Mana Scandian degan rejimi bor, misol uchun mana rasmimiz 9x16 bo'lgani uchun 9x16 chiqadi. Generatsiya bosamiz 10 sekunddan 20 sekundgacha vaqt ketadi. Juda tez qiladi. Tekin sayt. Bu nima qiladi? Bo'sh xonamiz to'ldirib beradi. Qaysidir xonaga aylantirib beradi. Aynan men bu yerda tanlagan xonam, misol kitchen tanladim, oshxonani o'shanaqa qilib to'ldirib beradi. Shu uchun kerak. Biz rasmni yuklab olamiz, keyin boyagidek xuddi transformatsiya qilamiz videoda. Mana rasmi chiqdi, download qilamiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana to'ldirib berdi meniki. Anaqalar tushirdi, o'sha qo'l yuvayotganlar, idishlar, narsalar, bir nimalar qo'shib tashadi. Mana xuddi shunaqa narsa to'ldirib beradi. Keyingisi change image qilamiz. Keyingi xonamiz bizada yuvinish xonasi. Ya'ni bedroom. Xo'p, bu yerdan ko'ramiz. Bedroom topasizlar. Mana bedroom. Bedroom. Generatsiya. Mana bu yerda Scandian rejimlar bor. Kim qaysisiga yoqsa, misol uchun, mana Japan design bor. Yoqsanglar, yaponlar dizaynga o'xshash bambuklar qilib, ranglarning o'shanga tortishib qilamiz. Orqa tarafda ham bambuklar turgan ekan, shuni tanladim. Endi u tarafi o'zlaringni kreativlaringga bog'liq. Qanaqa qilasizlar? Misol uchun aynan uyda qilish shart emas. U yerda restoran qilsa bo'ladi, klub qilsa bo'ladi, gaming klub qilsa bo'ladi, mehmonxona qilsa bo'ladi. Xohlagan narsalarni qilishlaring mumkin o'sha promptlar orqali, sizlar berayotgan promptlarim orqali. Mana chiqdi. Kechirasizlar, bedroom ekan. Men xato qilibman. Mana bathroom bo'lar ekan. Bedroom qilsam, buni yotoqxona deb o'ylabdim. Adashibman, kechirasizlar. Yana bir bor bedroom bilan bedroom chalkashtirib olaman. Hozir ham chalkashtirdim, xuddi shunday. Bittasi yotoqxona degani, bittasi cho'miladigan xona degani. Hop, men to'g'rilab qo'ydim. Bizda 10 ta beradi kuniga. Buni ham 2 ta 3 ta akkaunt qilib qo'ysanglar, pastdagi demak akkauntlarni ko'p, ko'ryapsizlar. Almashtirib ishlataverasizlar. Mana endi to'g'ri chiqdi. Mana download qilamiz, qaranglar, mana ko'ramiz. Mana yaponlarga xos stilda bo'ldi. Chotga chiqdi. Hamma rasmlarni mana shunaqa qilib yaratib chiqasizlar. Keyin meniki yotoqxona. Endi bedroom. Hozirgi qaytadan. Chalkashtirib qo'yganmiz, qaytadan qilamiz mana. Bedroom. Endi o'sha yotoqxona qilib beradi, bedroom qilib beradi. Yotoqxonalar qo'yib, balobatlar hamma narsani chotga ketib beradi. Hamma narsani mana shunaqa qilib olasizlar, tez-tez. Umumiy shorts tayyorlashga 20 minut vaqtdan ketishi mumkin. 20 minutdan yarim soatgacha ko'pi bilan. Bir kunda yarim soat ajratib, bitta rolik taxlab, kuniga shorts, kuniga 2 ta qilinglar. Kuniga bitta emas, 2 ta qiling. Ertalab bitta, kechga bitta qiling. Mana tayyor bo'ldi, qaranglar. Mana qanday chiroyli chiqdi mana. To'ldirib qo'ydi hamma narsasini. Shart emas noldan qilish. Juda ham oson. Misol uchun undan keyingisi bizadagi yotoq anaga tualet edi. Mana tualet edi. Hop, tualetni topamiz bu yerdan. Hop. Hozir. Xo'sh. Xullas, mana shuni topib, hammasini aniq chiqasizlar. Generatsiya qilib chiqasizlar. Keyin oxirida o'sha boya xuddi videoda qilganimizdek qilib chiqamiz. Sekund vaqt ketmaydi. Xo'p. Xullas, vaqtim ketmayapti. Ko'p vaqtlang olmay izlab qolib, undan keyingisi bolalar xonasi edi. Mana 9x16 ni tanlayman. Mana kids room tanlayman keyin bu yerda. Mana kids room 2 ta 3 tasini qilib ko'rsataman sizlarga ko'p vaqtlaringni olmaslik uchun. Kids room. Hop. Bor edi kids room. Mana kids room mana.
Generatsiya qilamiz. Bu yerda Japan style qoldi, yana traditional bor, bu yerda mana IKEA bor, industrial bor, har xil stillar bor. Modern bor, menga ko'proq modern yoqadi. Misol uchun, qaysi stil sizlarga yoqsa yoki chiroyliroq chiqsa, o'shani tanlab generatsiyaga mos generatsiya qilib yuklab olaverasizlar. Oson, juda oson. Mana misol chiqdi. Qaranglar, qanday chiroyli chiqdi misol uchun. Mana shuni o'zi ham yaponlar stil, yaponlar yerda ham o'tar, shunga yaponlarning moslab yerga ham narsalar qo'ygan. Shunaqa, undan keyin gaming room. Mana gaming room. Hop, bu yerdan gaming room bormi, bitta ko'raman. Gaming room bor adashmasam, ko'zim tushdi. Hop. Ge bo'lsa. Gaming room. Hozir. Aynan gaming room ham bor edi adashmasam. Zo'r chiqadi gaming room ham to'ldirib qo'ysak. Mana gaming room bor. Gaming room tanlaymiz. Emaydi modern tanladim. Men generic. Bu bo'sh xona edi, hozir gaming roomga aylantirib to'ldirib qo'yadi. Mana shunaqa qilasizlar, fantaziyalaring, o'zing dizaynlaringdan foydalanasizlar, tirs generatsiya qilib chiqasizlar, hamma rasmni chiroyli qilib. Keyin boyagi transformatsiyaga tashab, ikkita yoki o'sha transformatsiya qilib chiqasizlar, tamom. Shorts tayyor. Shunaqa narsa juda ham oson nisha, kuniga ikkita video qilib yuklash mumkin. Bu ham tayyor bo'ladi. Mana qaranglar, qanaqangi udar chiqdi, qaranglar mana. Hamma narsasini to'ldirib qo'ydi. Ikkitalik o'yinlar, o'sha streamni, aytganimdek rasm kачествоsi pasayib ketsa, o'sha tushuntirganimdek upscale da tekin, mana narsalarni qo'yib chiqibdi, o'yinchoqlargacha qo'yibdi. Juda zo'r. O'sha aytganimdek mana upscale ga kiramiz. Upscale. Hop. Kirdi. Mana select image, oxirgi rasm mana. O'sha xona, ya'ni gaming xona, set output folder, bir papki upscale qilamiz. Xiralashib ketsa, mana shunaqa to'g'ri olasiz, tiniq qilib olasiz. Rasmni generatsiya qilib bo'lgandan keyin bitta tiniqlashtirib olasiz, keyin videoga aylantirsanglar, ancha tiniq bo'ladi. Mana chiqdi. Kirib ko'rsataman. Mana qaranglar, qanchalik tiniqlashdi, mana qaranglar. O'yin ekranlargacha tiniqlashib ketdi mana. Xo'p, shunaqa qilib olasizlar, videolarning tiniq chiqishi uchun har bir rasm qilib chiqasizlar, erinmasdan, ko'p vaqt ketmaydi. 15 sekundda qilib tashlaydi uzoq bilan. Xo'p, xullas shunaqa qilib hamma xonani qilib olganimizdan keyingi ishimiz videoga qaytamiz. Videoga o'tib, xo'p, videoda o'sha первый kadr, xo'p, xonani birinchi kadr, misol uchun gaming xonani qilamiz. Первый kadr mana, второй kadr o'sha ikkinchi kadr anaga xonani tayyor bo'lgan. 0 kredit deyapti, kredit ketmaydi deyapti. Qaranglar, mana nima qilamiz? Men yana zaps tekshirib qo'yaman, bor bo'lyapti. Transformation 2-3 marta translyatsiyasi o'chib qoldi, qaniydir zaps o'chib qoldi. VPN ishlatganimiz uchun, balovatlar uchun menimcha shunaqa muammo bo'ldi. Savdatda bosdim. Mana 20 minutdan 30 minutgacha deyapti. Unaqa cho'zilmaydi. Unaqa cho'zilsa ham 5-6 ta akkaunt olib qo'yasizlar, mana Google akkauntlar, 5-6 ta Google akkaunt qo'yasizlar, menga o'xshab, o'shalarni misol uchun ichiga kirib, har biridan videoni ochib, mana videoni ochib, ro'yxatdan o'tib o'shalarga buyurib chiqasizlar mana. Ikkinchi kadrda, o'sha ikkinchisidan buyurib qo'yasizlar. Первый kadr maniki. Buni men generatsiya qilyapti ekan, shuni ko'rsatyaptimi? Ikkosida bitta akkaunt ekan, kechirasizlar. Xo'p, mana bundan kiramiz uchun video. Yana shunga kirdimmi deyman? Yana shunga kiribman. Voy, akkauntim ham ko'p chiqib. Chalkasham ketib, misol uchun mana bunga kiramiz. Mana YT, o'sha xuddi o'sha tempmail orqali ro'yxatdan o'tib, ketma-ket buyurib qo'yaverasizlar, muammosi yo'q. Misol uchun ketma-ket buyurib qo'yasizlar, ikkita 3 tani xullas generatsiya qilaveradi. Ko'p vaqt ketmaydi, generatsiya qilib olasizlar, oxirida CapCutga tashab, montajga bitta muzika qo'yasizlar, tugadi, tamom. Tayyor. Video tayyor, hamma narsasi tayyor, bemalol keyin YouTube'ga qo'ysa bo'ladi. Avtorskiy muzika shortsda tushmaydi, bilasizlar. O'sha orqali qo'yib daromad qilish mumkin. Bugungi video darsimiz mana shunaqa edi. CapCut'da ham edit qilishni biladi. YouTube'ga bitta kanal ochasizlar. O'sha kanalda men linkini ham qo'yib qo'yaman, o'sha dizayn kanalini. O'shandan sizlar ham ko'rib olsanglar bo'ladi, kanalini qanaqa to'ldirgan, qanaqa tekladan foydalangan hammasini ko'rib olsanglar bo'ladi. Oxirdagi men boshlanishga bu kadrimiz. Undan keyin o'sha xonalarni ketma-ket joylashuv, chiroyli, kayfiyat ko'taradigan muzikalar qo'ysalar, prosmotrlari uchadi. Shunaqa. Kim qayerni tushunmasa, muammo bo'lsa, yozsanglar, savol javob qilamiz, shunaqa. Hammaga rahmat. Bu birinchi nisha, xuddi shunaqa yana 3 ta 4 ta nisha chiqadi. Hammaga rahmat.